Shayx Kamoliddin Mas'ud Xo'jandi hazratlarini ramziy qabrlarini oldida turibmiz. O'zi Kamol Xo'jandi kim deyilsa, 1321-yilda Kamol Xo'jandi tasavvuf ahlidan bo'lgan bir zotni oilasida tavallud topgan. Xo'jand shahrida bu yerdagi shar'iy bilimlarni hammasini egallagandan so'ng o'z tahsilini Samarqand shahrida davom ettirdi. Samarqandda shoirlik bilan tanildi va keyinchalik Toshkentga ko'chdi. Toshkentda ham bir muddat turgandan keyin Xorazmga ko'chib o'tadi va Xorazmdan so'ng haj qilish asnosida hajga borib haj qilib qaytayotganlarida Eronning Tabriz shahrida qo'nim topadilar va o'sha yer ma'qul bo'lgandan keyin shu yerda yashab qoladilar. Xo'p, 1385-yilda Oltin O'rda xoni To'xtamishxon Tabriz shahrini egallaganda Kamoliddin Xo'jandi hazratlari bilan bevosita yuzma-yuz ko'rishadi va undan so'ng Oltin O'rda poytaxti Saroy shahriga o'zi bilan birga olib ketadi. Xo'p, keyinchalik Kamol Xo'jandi hazratlari o'z shaharlari Tabrizga qaytib keladilar va bu yerda Amir Temur hazratlari bilan ham uchrashadilar. Amir Temur hazratlari Kamol Xo'jandiga yuqori baho beradi. Bu haqda Kamol Xo'jandi o'zlarini bir g'azallaridan birida ham ta'kidlab o'tganlar. Va 1401-yilda Kamol Xo'jandi Tabriz shahrida vafot etadilar va bugungi kunda ham haqiqiy qabrlari Tabriz shahrida. Mozori Shayx Kamol degan nom bilan mashhur bu ziyoratgoh. Xo'p, Kamol Xo'jandi o'zlari boya aytib o'tganimdek mutasavvif oilasida tavallud topganlar va o'zlari ham shar'iy bilimlar bilan bir qatorda shu taskiratun nafs ilmidan ham chuqur bilimlarga ega bo'lganlar va o'z ijodlarida ham, ya'ni g'azallarida yoki boshqa adabiy janrlarda ijod qilganlarida ham tasavvuf g'oyalarini hamisha ilgari surib kelganlar. Xo'p, endi bevosita maqbarani yaqindan ko'ramiz. Xo'p, mana bu yerda Kamol Xo'jandiga atab bir haykal qo'yilgan ekan. Biz o'zi bunday haykallar qo'yilish tarafdori emasmiz, lekin qo'yilgan ekan, sizlarga ham ko'rsatib bir o'tib ketishni niyat qildik. Mana 1318-yil, 1401-yil Kamol Xo'jandi mutasavvif shoir, tasavvuf adabiyotida o'z o'rniga ega bo'lgan. Shayx Sa'diy, Rudaki kabi fors tojik adabiyotida muhim o'rin tutadigan mutasavvif shoirlar bilan bir qatorga qo'yishadi. Mana bu orqadagi esa katta gumbaz ostida kichkina ramziy maqbara bor. Hozir uni ko'ramiz. Demak, mana ramziy qabr. Maqbarai ramziy Xo'ja Kamol Xo'jandi. Mana eshik qismi. Demak, bu yerda qabr yoki sag'ana yo'q. Kamol Xo'jandini shoh asari markazida qo'yilgan. Kelganlar uchun Qur'oni Karimdan tilovat qilib Kamol Xo'jandi hazratlarini ruh pokiga baxshida qilish uchun bir joy tayin qilib qo'yilgan ekan.